universitetda dars berganimda, masalan, tarixdan dars berganda albatta insonning paydo bo'lishidan boshlaymiz. Bu hamma joyda dunyoda qabul qilingan narsa. Shu odamning paydo bo'lishi haqidagi mavzuni tushuntirish jarayonida bizda juda ko'pchilik yoshlar o'sha mavzuni qabul qilishda juda agressiv qabul qilayotganligi ko'zga yaqqol tashlanadi. Abror aka, siz hozir aytdingiz, islom dini ilmga har doim yondosh bo'lgan, uni qo'llab-quvvatlagan dedingiz, lekin yoshlarimiz o'rtasida aynan shu qadimgi davrni o'rganishga ancha salbiy qarashlar ko'zga tashlanayotganligiga guvoh bo'ldim. Juda odamni paydo bo'lishi haqidagi ilmiy nazariyani umuman qabul qilmaslik. Endi uni ilmiy nazariya deb siz aytyapsiz, ma'lum bir siyosiy harakatlar aytyapti. Asli ilmiy nazariya emas. O'rta Osiyo xalqlarini boshqarish uchun o'sha Lenin inqilobidan keyin nazariyalar, g'oyalar kerak bo'lgan. O'rta Osiyoni qanday boshqaramiz? Davlat quryapmiz, bu davlatchilikda g'oya nima bo'ladi? Qidirishgan, izlashgan, Lamark, Darwin, Kant nazariyalari, boshqa nazariyalarni ko'rishgan. Eng tushkun, eng absurd bo'lgan nazariyani olib majburlashgan bizga. Va buni bugunga qadar mana 10 yillab maktabda o'qitgani uchun hozir universitetlarda ilmiy nazariya deyilyapti. Bu ilmiy nazariya emas. Bu faqat farazlardan iborat, tushunchalardan iborat. Qarang, uzr, bu juda ham bir qiziqarli, dolzarb mavzu. Boshqa bir suhbatimizga qoldiraylik-da. Kamoliddinning ham fikrini eshitaylik qani. Biroz qo'shimcha deysiz.